Sizlarga shu kichikdan boshlab boshqa odatga odamlar ko'rolmaydigan narsalarni ko'ra oladigan aniq 15 yoshga kirgan vaqtda maxsus mushlar bilan aloqa bog'lab boshqa odatga odamlarning ashlar bilan bo'lgan ba'zi ishlarni hal qilib boshqa shuni kasb qilgan andan keyin 26 yoshga kirgandan boshlab bu kasbdan qo'l uzib tantarbiya ishlariga kirishib ketgan tayvanlik bir ayolni tanishtirib qo'ymoqchi. Ana bu ayol to'g'risida uchurlar bek ozga, hatto ismini ham hamda ikki xil ekanda ismi birisi Chimbay-jun deydi ekan, yana birisiga Liu-Bay-jun deydi ekan. Bu qaysisi aniq uni topolmadim. Ba'zilar undaq debdi, ba'zilar bundaq debdi. Hamda inglizcha ismi Sofiya ekanda. Bu aniq olmagan ekan Sofiya deb atab turaverayli. Hamda hozirdan boshlab so'zlaydigan mazmun asosan ilm-fan bilan hech qanday aloqasi yo'q. Undaq bir ko'ngil ichi xarakterli narsalar. Shu anglab qo'ysanglar bo'ldi. Hamda bu Sofiya yangi tug'ilib azroq u yoq bu yoqqa qarayolig'idek bo'lgan vaqtidan boshlab odam yo'q yerlarga, odam yo'q uylarga etib qaraydi ekanda. Keyin andan keyin tili chiqqandan boshlab ota-onasiga mehmon keldi deb gaqildigan bo'lgan ekan. Ota-onasi ham kichik bo'lgan ekan, chaqchaqqa o'xshaydi deb ancha iranishmagan ekanda. Keyin ham 5-6 yoshlarga kirib, azroq o'zim aql to'shqan vaqtida bu qiz tugab ketgan tuqqanlarning gaplarini bu ota-onasiga yetkazdigan bo'ldi ekanda. Tog'am undaq dedi, tog'am meni mundaq qilsin dedi deb boshlarning topshiriqlarini malaga yetkazdi ekan. Endi bu kichik qizning ularning u gaplarni rost ashta bir nimalar bor ekanda, masalan bir odamning uyida bir ishkop bo'lgan bo'lsa, bu qiz ashta tog'amning ishkopni ochib bir nima bor ekan, oshni ochib qo'ysin degan deb manda degandan keyin bu ota-onalarmi bu rost ashtamdi deb berib qarasa rost ashta bir narsalar bor. Shuning bilan bu qizimiz sal chatoq o'xshaydi deb bu qizni bir ibodatxonadek bir opaganki davolat qilib opasa ular hech qanday amal qilolmaydi ekanda. Bu qizning bir iqtidori bor o'xshaydi deb qo'ydiki, hamda bu qiz o'zining o'shunda ko'maydigan odamlarni ko'ra oladiganligini 10 yoshga kirgan vaqtda anandikini haqiqiy his qilib, anandikini haqiqiy rost odam bilan shu ruhlarni araydigan bo'ldi ekanda. 10 yoshdan boshlab. Hamda bu Sofiyaning deyishicha ruhlar odatda xuddi biz kechda darizning oldiga kelib, uyda chiroq bor vaqtda darizda o'zimizning aksi ko'rindi, lekin bu aynakka qaragandek bundaq to'suvog'idek ko'rinmaydi, to'min ko'rindi, suzuk ko'rindi. Bu ruhlar shundoq ko'rindi ekanda, suzuk motor bilan qarasa atarib ko'rinadigan. Bu hamda burun hikoyalardan chiqqan. Shundoq to'min bo'lsa, to'suv olmasa, boshqa keyin tarafni bu ruh deb farq etadigan bo'ldi ekanda. Ondan keyin bu ruhlarning ko'pinchilari shu tugab yo'lga siyo'tgan vaqtida qanday kiyingan, chiroyi qanday bo'lsa shu bitta saqlanib yuradi ekanda. Mush qiz mo'misi tugab ketgan vaqtda borganki shu o'limiga. Keyin mo'misi bir ko'rindi ekan bu qizga, yana keldi ekan. Kelgan vaqt qarasa, shu vaqt kiygan kiyim bilan yana kelgan ekanda. Şu bunda ruhlardan ancha qo'rqib ketmaydi ekan, odamni qo'rqitmaydi ekan. Lekin liqimda bir shu yo'qolgan vaqtda bek ichinishlik, boshlari mijilib ketgan, qo'llari uzilib ketgan, mandaqlar bo'lib qolsa, bularmi shu holatda yuradi ekanda. Shu bundalarni ko'rib qolsa, kichik vaqtida qo'rqib ketadi ekan. Bir xil endi biz o'ylasak qo'rqamiz-ku. Lekin bundalar ayeti az uchraydi ekanda, hamda atrofimizda ham qaytish yo'g'onlarning orasida undaq ketib qoldiganlar tuan nisbat bo'lgan ekan, oyoqdimi bunda ruhlar bek oz ekan. Bular hamda ko'pinchisi bir men yaponiyalik bir bolaning ruhlar bilan paralashib qolganini so'zlagan vaqtimda shular degandek, ko'lning bo'yida yo'miz tonillarning ichida deb o'sha turishni yaxshi ko'rdi degan. Endi bu Sofiya ham aytaq deganki, bular shu namrak odam jiq bo'lmaydigan jimjit yerlarda o'shani orom oladi. Bularning bek harakati jiq vaqtlari bo'lsa, atgan sahar yo'miz kech, mush kecha bilan kunduz olmishadigan shu mezgilda eng kuchli vaqt bo'lib ketadi. Anki kechida harakat qildi, lekin kunduz asosan shunda xaylarga berib, jimada orom olib yuradi. Undan keyin ular butun kuchi bilan mush manga o'xshash ashta aloqa qila oladigan odamlarni izlaydi debdi. Ashta izlab bu yerga bir-birisidan so'rab, bizdek odamlarning yoniga kelib,
Falan yerda mening balam batdi, dadam batdi, akam batdi. Mama gapni yetkazib bergan bo'lsa, men seni xush olsam deb, bular işte yalvardı ekan. Bularcha bunda alayda odamlarga. Şu ko'pinchilarining vaqti hamda shundoq odamlarni izlash bilan o'tar ekan. Anki ularmi bir narsani yeydi ekan, bu ayolmi hamda debdi, so'ngak meva cheva bir nimalarni yeydi, ashundan quvvat oladi deb debdi. Hamda bu qiz shu 10 yoshdan boshlab boshlarni og'rishga boshlagandan keyin bularning orasida hammasi yaxshi emas ekan-da, bu ruhlarning orasida bir norozilik kuchlik, erdan norozi bo'lgan, onam norozi bo'lganlar haq yaxshilari yalvarib musta deb bergan bo'lsang desa, bundalari shu ichiga kirib askirlik qildi ekanda. Bu taraflar bizning og'aylar o'xshab qoldi ekan. Kirgan vaqtda hamda bu qiz his qildi ekanda, dumbi tarafdan bir muzdek bir shamol kelgandek bo'ldi ekan. Anandagillar ichiga kirib ketgandek shamol his qilib, keyin ko'ngillashib qusidi ekanda. Shu hamda bu qizga shunday narsa kirgan hissiyatga. Şu harekette müşte kirgan daştan bir neçə gün bir aram oldu ki, anda ulan müz çıkıştır ki. Bir vaqtda bir ibadetxanaga berib bu qiz bir zanjirdek bir tep olib keldi. Oman tep olganda bo'yni taqib oldi ki. Shunda harakatim shu yaqinda keyindan bo'ron kelganda hissiyat bu vaqtda bu qiz zanjirni chang'ib quchoqlab meni qo'g'da u bu deb bir gaplarni qildi ekan. Qisa u keyinga kelgan endi ketgandek his qildi ekanda, yo'qolib ketgandek. Yo'qi qusudigan ko'nglishga ishlab to'xtab qoldi ekan. Shu harakatni boshqa qilaverib, endi 14-15 yosh kirgan vaqtida oshchoqcha ishlaydi ekan bu zanjiri. Lekin bir kuni endi savoqdoshlar bilan o'ynayotgan vaqtida tuyuqsiz yeniga bir ayol keldi ekanda, qizil kiyim kiyib olgan qarchash. Endi bu qiz farqlantiroladi qarab. Keplam keyin tarafda o'tib bu qizni kiriktir ekan. Bu qiz ilqinasini shunday quchoqlasam foydasi bo'lmaydi ekanda. Şunun bilan bu qiz 3 kun shu o'shsiz hech nima uqmayishda yetib qoldi ekan. Shu bularning ota-onalari bularning jiroq yerda bir tuqqani bor ekan. Shu tuqqanni boshlab keldi ekanda, mushta bir nam fuqdi deb. U tuqqanni ko'rib, bu qizning ichiga yomon bir kiryapti. Men davolab qo'yay deb bir hafta davolagandan keyin anam bu Sofiya asli kelibdi-da. Kelgandan keyin shu jarayonda davolash jarayonida bu qizga nurg'un shu jihatdagi bilimlarni dapiribdi bu tuqqan. Dapirgandan keyin bu qiz men endi o'zimni qo'g'dash uchun, shunday odam bo'lgandan keyin men o'zimni qo'g'dash uchun cho'qim mushlarni o'rganishim kerak deb kiyloshi deb ataydi ekan u tuqqanni. Keyin ma'lum. Bu ma'lumdan bu doktordan ta'lim olishga boshlabdi. Taqib o'rganib 15 yoshga kirgan vaqtdan boshlab ondan haqiqiy turda doktor bo'lishga boshlabdi. Hamda bularning doktorlari qandaqki desanglar, men so'z aytgan yerga ko'ra toza o'xshab ketmaydi ekan. Bular ama şu adamlar bilen ruhlar o'tirsidiki bir ko'rikanda hesapda. Şu ruhlar bulan izlaydi, adamlar bulan izlaydi. Bularning eng cho'ng iqtidori ashlar bilan fikrlashish, adat fikrlashganda shu orqali fikrlashadi-ku. Qalbisi o'ylaganini qarashtirib o'qidi. Qarashtirib bir demak so'z qalbisi o'ylasa ma'luf qildi. Bular adamlar bilan u ruhlar qanday yordam qildi desanlar, bu ruhlarning orasida shunda yuqori uzun yil bo'lib ketgan shunday hammani fuqadigan shunday bir ruhlar bor ekanda. Bular hamda shu ruhlardan yordam so'raydi ekan. Ma odam mundaqki, odam mundaqki, ruh mundaqki deb bular ashlar bilan yordam so'rab hamkorlashir ekanda. Hamda shunday ruhlarning haykallarini bular ibodatxonalarga tizib, ashlarga ishlarni ko'ydirib turib, ashta qilganlar ekanda, u yeydigan narsalarni berib qilganlar shu ekan. Ondan u alaydilik yuqori o'rindagi ruhlar, bular nurg'un yil, uzun yil yashagan nurg'un odamlar, bularga nurg'un narsalarni bergan bo'lgan keyin bekcha narsa fuqir ekanda. Odamning ayaranda qopti, mehrmonda qopti, aniqsin deb, shu o'tirdiki, bu Sofiyadek alayda odamlar orqali buni yetkazib berdi ekan. Ondan unda ruhlar bir o'nchganda, birisi uningga, birisi buningga ustiga, masalan, bir so'ngakka, birisi bir nima yutib ketishga yana birisi yana bir nimga degandek bularning alayliklari boshqacha ekan. Bular shuning bilan mana o'tirliqdagi ko'rik rolni o'taydigan Sofiyadeklarga bir paroldek bir gaplarni yutib qo'yganda, mandaq desam, men kelaman deb o'zining maxsus shaxsiy ashta bir gap turib ekan. Shu bular so'nggi vaqtda gapni
birini jutganini izlemek olsa ma gapni deb bosh taqib yurib, aşağıdaki yoshlar bilan aloqalashib, bu orqali hamda shu muhtoj bo'lganlarning ehtiyojini qondirdi ekanda, ama mushtaq hamkorlasharmish bo'lardi. Hamda bu qiz mush ishlarga kirishib, mush ishlarni qilayotgandan keyin haqlar izlaydi ekanda, mushtaq tuqunimiz yo birimiz yomon tuyg'usi tugab ketdi. Biz qanday gaplarni qoldirmoqchi ekanligini bilolmay qoldik deb izlaydi ekan. Izlagandan keyin shuning bilan bu qiz ash tugab ketganlarning ro'yini izlagili bordi ekanda. Odatda shu bir voqea bo'lgan bo'lsa, yo doktorxonada yo bo'lmasa, tosh yo'lda yo bo'lmasa uyda uylarga berib izlaydi ekanda. 7 kungacha izlab topoldim, topolmay qoldi ekan. Ko'pinchilari ham shu o'zining atrofida, uyining atrofida yo bo'lmasa, balnislarda yo bo'lmasa, voqea uchirganlarda uchraydi ekan. Hamda uning atrofiga yana nurg'un ashta ruhlar o'shining siyoqida kelib oldi ekanda, shu qaytib ketgan odamning siyoqida. Ular maqsadim kelsanglar, meni ashunda qolsa, men shunday bir gap qilib olsam, o'zimning gaplarimni davosam deb manda o'ylab yog'indan kelib oldi ekan. Lekin bular hamda doktor qizim endi o'zining yordam beradigan yuqori darajali ruhlar bo'lgandan keyin bu deb gapirdi ekan, undan keyin qachondan so'raydi ekanda, sening qanday gaplaring bo'pti deb so'rasa, ba'zi ojiz ruhlar, kuchli ruhlarning aslish qobiliyati yuqori bo'ldi ekan, ular uqdi o'zining nemish bo'lganini, qanday ishlar uchirganini, qanday gaplar demakchiligini. Lekin odatdagi odamlarning ro'yi bek ojiz bo'ldiga o'xshaydi, bir ishga ishlaysiz deb qoldi ekan, eng oxirida u vasiyat bilan gapiramayotganda men esimga ololmadim deydi ekan. Amsa sen mening badnimdagi quvvatdan foydalan, mening badnimga kir deydi ekan. Ma'qul deb bu qizning badaniga kirib, andan keyin tuqqanlarga gapirdi ekanda, mundaq gaplar uy anonga, mashin manon qoldi deb davtib chiqdi ekan. Bu jarayonda bu qizning gap qilgandagi ovozi o'zgarmaydi ekan, lekin so'zlash talaffuz o'zgarishdir ekanda, boshqa odamga o'xshash gap qilib qoldi. Balki bu qiz shunday ruhlar bilan to'la aloqa qilib yurib, bular qanday hissiyotlar bo'ldigani deb maxsus shu doktorxonalarning atrofiga berib, ashada aylanib yurgan ruhlarni izlaydi ekanda. Izlab nima ish qilib qolsalar, bu desa, bizni aktirqil odam keldi, biz saqlayapmiz deydi ekan. Qanchalik saqlaydiganini ular o'zi uqmaydi ekanda. Ba'zilar shu tendan chiqib, bunday bir qarasa, sal uzun chash qo'ygan, oppoq pauza deb qo'ydi-ku. Uzun chopallar, ashtaq narsalarni kiygan birlari kelib, shu hatto badandan bundoq tortib ochikdir ekan. Ba'zilar hamda chiqay deb turishga kelib ektir ekan. Lekin maqib qolganlari hamda hech kim kelmagan ekanda, bular agat keldi. Lekin biri bordig'ini uqdi ekan. Shu jarayonni saqlab boshlab yurayotganlar ekan bular. Ularni birdiki analikin qayerroq bir buvoy ruhlarni so'raydi ekanda. Masalan, qanday qilgan bu desa, mustaq badnim bek og'rib ketib, og'riqning azobiga chidamay oxir bir chog'da ko'zim qop-qorong'i bo'lib ketdi, bir nurni ko'rgandek bo'ldim. Shu tarafga qarab mangdim. Lekin bu nur tarafga berib bo'lolmay, o'sha o'zimning atrofiga kelib qarsam. Mushaqlar aylanib yurdim. Qarsam bolalarim, ayollarim yig'layibdi, o'zim yetibdimi? Shuni men ketga o'xshayman deb, saqlab turyapman deb bu ruh ishda deb turibdi bu gaplarni. Burunqilq yaponliklarning hikoyasida mushtarak bir gap chiqqan. Bularning ba'zida qiyirlari, divan olib ketganlari o'zining ketganini uqmay qoldi ekan. Bu kasallik azobi odatda 3 kungacha yo'qmaydi ekanda, odamning badanida asoratlari. Ruh holati bo'lsin. So'ng 3 kungacha bular o'zining divan olib qolgan ekan. Yo'qib ketganini, qaytib ketganini his qilolmaydi ekan. Anadagi yana birisiga bek tuyuqsiz sekund ichida qaytib qolganlar bor. O'q tegib, yo bo'lmasa mashinada mijilib degandek. Ular o'zini ketganini bilmay qoldi ekanda. Shunga o'zining ta'ziya marosimlariga qarab, men ketibman deydiganlarim bor. Bu yaponlardan kim chiqqan? Sofiyami ishlatibdi. Ammo qaytib ketganlar uchun ta'minlaydigan mulozimatlar ekanda, işte vasiyatnomalarni tuqqanlarga yetkazgan. Ondan keyin yuqori darajali ruhlarning demakchi bo'lganlarini yezib qoldiradigan bunday bir mulozimatlarim bor keladi. Agar qiziqsanglar, buni ikkinchi qismda so'zlayman.